Quva tumanida Xalqaro qishloq ayollari kuni munosabati bilan bayram tadbirlari o'tkazildi. 15-oktyabr Xalqaro qishloq ayollari kuni munosabati bilan Quva tumanida bayram tadbirlari ko'tarinki ruhda tashkil etildi. Dastlab tumandagi paxta yig'im terimi jarayonida faol ishtirok etib kelayotgan xotin-qizlar uchun dalalar bag'rida bayram dasturi bo'lib o'tdi. Tadbirda tuman hokimi o'rinbosari, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i Matlubaxon Xolmatova, mahalla uyushmasi tuman bo'limi rahbari Abduvali Isaxonov, viloyat kengashi deputati Faridaxon Xo'shimova hamda bir guruh faollar ishtirok etdi. Tadbir davomida mehnatda fidokorlik ko'rsatayotgan qishloq xotin-qizlariga esdalik sovg'alari topshirildi. Shuningdek, tumanimizning iste'dodli san'atkorlari ijrosida kuylangan quvnoq qo'l qo'shiqlar va raqslar yig'ilganlarga bayramona kayfiyat ulashdi. Bayram munosabati bilan mahallalarda istiqomat qilayotgan nogironligi bo'lgan xotin-qizlar xonadonlariga ham tashrif buyurildi. Ularga bayram sovg'alari va sog'lomlashtirish sihatgohlariga yo'llanmalar topshirildi. Ushbu tadbirlar qishloq ayollarining jamiyatdagi o'rni va mehnatini e'tirof etish, ularga bo'lgan mehr-ehtiromni yanada mustahkamlashga xizmat qildi. Bu ayolga mehr bering, ganju tillo kerak emas. Bir so'z bilan boy bo'lar u. Zaru zo'rlar yenga olmas. Faqat unga chin so'zni deng, yolg'onlarga chidolmas. Ko'rsatmasin ko'z yoshlarin, qaynoq mehr zavolin, ko'z yoshlari ummoncha bor, o'zbegimning ayoli.